رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Assalomu alaykum azizlar. Inson yaratilgandan beri uning eng ulug' maqsadi hurriyat, ozodlik, o'zaro tinchlik, adolat va farovon hayotda yashashdir. Lekin bu maqsadga erishish uchun avvalo inson o'zini ichki dunyosini, ma'naviyatini, axloqini va e'tiqodini tuzatishi kerak. Aks holda uning o'zini shaxsiy hayoti ham, oilasi, jamiyat va butun ummat parokandalikka yuz tutadi. Insonlik nomiga dog' tushadi va insoniyat o'z maqsadiga, ya'ni dunyoda qanday yashamoqchi bo'lyapti, mana shu maqsadiga, orzusiga erisholmaydi. Olamlarni Robbisi Alloh insonni yaratgan ekan, insoniyat qanday yashasa baxtli va adolatli bo'lishini eng yaxshi bilgani uchun unga taqiqlar va buyruqlar yuborgan, hayot yo'lini oydinlatib ko'rsatib bergan. Farqli davrlarda, farqli o'lkalarda o'zi munosib bilgan, tanlagan payg'ambarlar orqali o'zining vahyini, rahnamosini, kitobini yuborib turgan. Xo'p, ilk payg'ambardan bugungacha qaysiki ummat ilohiy rahnamoga, vahiyga itoat qilgan bo'lsa, ana shular baxtli va kuchli, adolatli yashagan. Qaysiki jamiyat bu yo'ldan chekinibdimi, ular baxtsiz va parokanda bo'lgan. Shuning uchun ham bugun sizlarga o'zligimizni saqlab qolish, tinchligimiz va taraqqiyotimizni himoya qilish, oilamiz va jamiyatimizni adolatli va osoyishta hayot kechirish uchun saqlanish shart bo'lgan eng og'ir gunohlarni, jinoyatlarni eslatib o'tmoqchiman. Bular Qur'oni Karimda batafsil bayon qilingan. Xo'p, keling, har birini yomon oqibatlari va ulardan saqlanish foydalarini birgalikda oyatlar asosida ko'rib chiqamiz va mulohaza qilamiz. Eng katta jinoyatlardan, katta gunohlardan biri bu Allohning mana shu insoniyatga yuborgan risolatidagi hukmlarini, buyruqlarini xalqdan yashirish. Bu haqda Robbimiz Baqara surasi 159, 163, 174 va 177-oyatlarda shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumulloh va yal'anuhumul la'inun. Nozil qilgan ochiq oydin va yo'l ko'rsatuvchi bo'lmish oyatlarimizni ushbu kitobda insonlarga untirib berganimizdan keyin ularni yashirib berkitadiganlarni, aynan o'shalarni Alloh la'natlaydi. Ularni la'natlaydigan ham la'natlaydi. Ya'ni Allohni va boshqalarni ham ularga la'nati bo'lsin degan. Illallazina tabu va aslahu va bayinu fa ulaika atubu alayhim va ana tawwabur rahim. Bu ishidan tavba qilib, xatosini tuzatgan va yashirib berkitgan oyatlarni ayon qilganlar bundan mustasno. Ularga tavba imkoni beraman dedi Alloh. Men tavbalarni qabul qiluvchi va mehribonman deb marhamat qilyapti. Keyingi oyatni qarang. Innallazina kafaru va matu va hum kuffarun ulaika alayhim la'natulloh val malaika wan nasi ajma'in. Yuqoridagi ishni bir navi kufr deb bayon qilib Robbimiz aytadiki, mana shunday inkor qilganliklari, kofirlik qilganliklari va mana shu kofir holatda o'lganlarga Allohning, malaklarning va barcha insonlarning la'nati bo'lsin. La'nati bo'ladi deyapti. Xolidina fiha la yukhaffaf anhumul azab va la hum yunzarun. Ular endi uni shu azobda davomli
qoladi, la'natda davomli qoladi. Ulardan azob yengillatılmaydi ham, ularga muhlat ham berilmaydi. Baqara surasi 174dan 176 oyatlargacha. İnnellezîne yektubûne mâ enzelallah minel kitâbi ve yeşterûne bihi semenen qalîlâ أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Kitobdagi Olloh nozil qilgan narsani yashirib, uni o'tkinchi bir manfaat evaziga sotadigan, almashadiganlar, ha, ular qorinlarini faqat olovga to'ldiradi. Qiyomat kuni Alloh ular bilan gaplashmaydi, u ularni oqlamaydi. Ularga alamli azob bor. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Ana shular hidoyatni qo'yib zalolatni, mag'firatni berib azobni sotib olgan kimsalardir. Ular jahannamga qanday chidarkin? ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Chunki haqiqat to'la, haq bu kitobni Alloh yubordi. Bu kitobga xilof ish qilganlar davomli ziddiyatda, ya'ni kelishmovchilik va adovatda qolib ketadi deb marhamat qilyapti. Bunday jinoyatni, ya'ni Allohning Qur'onidagi hukmlarni, vahiyni, bayonotni insonlardan yashiradigan, yashirinishga urinadigan kishilar, mana shu jinoyatni amalga oshirishdagi insonning shaxsiy hayotiga zarar nima? Yashirgan odam avvalo o'zining qalbini zulmatga to'ldiradi. Hidoyatdan mahrum bo'ladi. Ruhiy holati buziladi. Allohning dushmaniga aylanadi. Oila a'zolari haqiqatdan bexabar qoladi. Chunki xalqdan, ummatdan, musulmonlardan yashirgan narsasini oilasida bayon qiladigan bo'lsa, mahjub bo'ladi. O'rtada adolatsizlik, mana shunday munosabatlar yuzaga keladi. Jamiyat haqiqatdan uzoqlashib qoladi. Va nizo kuchayadi. Insoniyat hidoyatdan, to'g'ri yo'ldan mahrum bo'ladi. Zulm va adolatsizlik avj oladi. Insoniyatni ma'naviy bo'shligi va hissiyotlari bilan o'ynashgan, jamiyatga xiyonat qilgan bo'ladi. Qolaversa, Robbiga qattiq osiy bo'lgan bo'ladi, Allohga osiy bo'ladi, xoin bo'ladi. Biroq tavba qilib, o'zini isloh qilib, yashirgan narsalarni ayon qilib, oshkor qiladiganlar bo'lsa, Alloh taolo afv etishi umid qilinadi. Bunda inson haqiqatni ochiq aytgan insonni qalbi nurga to'ladi. Hayotiga, oilasiga adolat, farovonlik kiradi. Haqiqatdan va haqdan boxabar bo'lgan jamiyat tinch va insoniyatda mana shu o'rtada tinch yashaydi. Hidoyatda, to'g'ri yo'lda yashaydi va mana shunga yaqin yuradi. Tavba qilib o'lmaydigan bo'lsa, tavbasiz o'ladigan bo'lsa, Allohning azobiga, la'natiga giriftor bo'ladi. Mana shu Alloh taolo Qur'oni Karimda ogohlantirgan gunohi kabiralar ichidagi eng jaddiylari mana shu. Ummatdan, insonlardan Allohning kitobidagi hukmlarini, bayonotlarini yashirish bo'ladi. Haqni yashirish eng katta gunohlar sirasiga kiradi. Nima uchun birinchi o'ringa mana shuni qo'ydim? Bu degani gunohi kabiraning birinchi darajalisi yo ikkinchi darajadagisi demoqchi emasman. Biz bu mavzularga Qur'on asosida kirganligimiz uchun aynan Qur'onga qilingan xiyonatdan boshladik. Keyingisi eng katta jinoyat insoniyatga qilinadigan, jamiyatga qilinadigan, ummatga qilinadigan, dinga, Allohga qilinadigan xiyonat va jinoyat bu shirk albatta. Robbimiz Niso surasi 48-oyatda marhamat qiladiki: "Estaizu billah. Innalloha la yaghfiru an yushraka bih va yaghfiru ma duna zalika liman yasha va man yushrik billah faqad iftara isman azima." Alloh o'ziga sherik qo'shilishini kechirmaydi, mag'firat qilmaydi. Bundan quyi gunohlarni munosib bilgan bandasidan kechirib yuboradi. Kim Allohga shirik qo'shsa, bas u katta gunoh uydirgan bo'ladi. Shirk bu Allohga nisbatan nonko'rlik. Robbiga nonko'rlik, Robbiga isyon.
Mushrik insonning qalbini pokligi buziladi, nopok bo'ladi, bulg'anadi. Ibodatlari qabul bo'lmaydi, hayotining ma'nosi yo'qoladi. Kimga ishonishini, kimga suyanishini, kimdan umid qilishini yo'qotadi. Buning oqibatida u insonning oilasi ham mushrik oilasiga aylanadi. İlk amallar tarqaladi oilasida, xonadonida, farzandlariga ham ta'sir qiladi. Shirkka qo'l urgandan keyin, iymonida shubha paydo bo'lgandan keyin u insonning hayotida, luqmasida bu halol riz, boshqa e'tiborsizlik chiqib ketadi va yana ma'naviy, ruhiy adolatsizlikka uchraydi. Oqibatda nima bo'ladi? Inson, bu ummat, Muhammad alayhissalomning ummati, musulmonlar shirkdan imkon boricha bu katta ma'naviy jinoyatdan saqlanmasa, jamiyatda butparastlik, zulm tarqaladi, adolat yo'qoladi. İnsanlar yolg'iz yaratgan Allohga emas, odamlar bir-biriga qullik qilishni boshlaydi. Allohning nazdida hammamiz tengmiz, bu yo'qoladi. Kimdir o'zini piriga sig'insa, kim o'zining shayxiga, kim o'zining ustoziga, kimdir avliyoga, kimdir boshqasiga yakka Allohga ibodat va yakka Allohni Rob deb e'tirof qilishni degan narsa, tavhid yo'qoladi. O'zaro birlik, birodarlik yo'qoladi. Hamma o'zining piriga sig'inaveradigan bo'lsa, insonlarni o'zlari ilohlashtirib olgan soxta ilohlar ko'payib ketadi. Qanday adolat bo'ladi? Qanday totuvlik, tinchlik? Bo'lmaydi. Mana shuning o'zi ummatni parchalanishiga olib keladi. Eng achinarlisi, abadiy va mangu hayot bo'lmish oxiratda hamma yaxshiliklardan mahrum bo'ladi. Qiyomatda yuzi qaro bo'lib, mahsharda sharmanda bo'ladi bunday inson. Buning oqibati bu jamiyat, insoniyat haqiqiy hidoyatdan mahrum bo'lib, zulm-u fitnalarga duchor bo'ladi. Bu haqida boshqa suhbatlarda ham ko'p takror aytganmiz. Shirk eng og'ir jinoyatlardan biri. Alloh asrasin. Allohning zotiga, sifatiga, hukmiga hech kimni sherik qilmaymiz. Hech kimning kuchi, ilmi, qudrati, qonuni Allohning zotiga, sifatiga, kuch-qudrati, hukmiga teng kelmaydi. Kimki mana shu xususiyatlarda Allohga xos bo'lgan jihatlarda boshqalarni ham teng qildimi, bunday inson shirkka qadam qo'ygan bo'ladi. Hukmda ham birovni sherik qilmaydi. Mag'firatida ham, hidoyatida ham. Hidoyat ham o'zidan, inoyat ham o'zidan, iymonni nasib qilish ham Allohning o'zidan. Faqat o'ziga sig'inamiz, o'ziga tayanamiz, o'ziga duo qilamiz, iltijo qilamiz va hech kimni, hech narsani hech qachon hech bir jihatida Allohga teng qilmaymiz. Alloh zotida va sifatida va amallarida barcha ayb nuqsondan pok, unga teng keladigan hech kim va hech narsa yo'q. Keyingi Qur'oni Karimda, ya'ni Allohning dinida taqiqlangan katta gunohlardan biri bu zino. Ba'zilar so'rashi mumkin, nima asosida bu gunohlarni yoki mana quyida keltiradigan mavzuga aloqador bo'lgan mana holatda nimaga asoslanib katta gunoh deyapsiz deyish mumkin. Bunday bir usul bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda qaysi bir ishdan, yomon, jirkanch ishdan taqiqlasa va kim bu ishni qilsa zolim bo'ladi, fosiq bo'ladi, mal'un ya'ni la'nati bo'ladi deb yoki azoblanadi deb orqasidan ta'kidlagan bo'lsa, bilingki bular katta gunoh hisoblanadi. Keyingi katta jinoyat bu nafaqat ma'naviy, ruhiy, balki insoniyatga nisbatan ham qilinadigan bir jinoyat. Jamoatchilik osudaligiga, tinchligiga, salomatchiligiga rahna soladigan, oilalarni parokanda qiladigan bu jinoyat, bu zino. Isro surasi 32 va Nur surasi 2-oyatda Robbimiz marhamat qiladiki: Estaizu billah va la taqrabuz zina innahu kana fahisha va sa'a sabila. Zinoga yaqinlashmang, chunki u juda jirkanch ish va yomon yo'l deyapti.
Zinokor insonning ruhiy va jismoniy kasalliklar, SPID, depressiya, shunaqa hayotda o'zini yo'qotishlik, hayotini tamomiy ma'nosini yo'qotishlik paydo bo'ladi. Insonda yuzsizlik, behayolik, tajovuzkorlik, nomusli, pokiza ayollarga ham yomon ko'z bilan qarash, tajovuzkorlik ruhiyati avj olib ketadi u insonda. O'zini ham, boshqalarni ham oilasi, nikoh buzilishiga sababchi bo'ladi. Buning oqibatida farzandlar ota-onasiz qoladi, oilaviy adolatsizlik kuchayadi, er-xotin o'rtasidagi, farzandlar bilan ota-onani o'rtasidagi o'zaro mehr-muhabbat, ishonch, sadoqatga putur yetadi. Jamiyatda fohishalik tarqalib avj oladi, kasalliklar, nizolar va adolatsizlik ko'payadi. Insoniyatni axloqi buziladi, nomusi toptaladi. Mana shu eng og'ir yuqumli kasalliklar shuning oqibatida tarqaladi. Oilaviy tizim yo'qoladi. Shuning uchun bekorga, ya'ni bu biz ana shu joygacha aytilgan va kelgusida aytiladigan holatlar bor, u gunohlarni Alloh taolo buning yomon oqibatlarini bilganligi uchun insonlar bu ishga qo'l ursa, adolatsizlik, o'zaro eee, zulm, nifoq, adovat, buzuqlik, fasod, behayolik, fahsh, razolat avj olishini bilgan zot Robbimiz buni taqiqlayapti. Keyingisi nomusli va pok ayollarga zinokor deb tuhmat qilish. Ya'ni zino qildi deb guvohlari bo'lmasa, birorta guvoh bo'lmasada yoki ayol kishi o'zi e'tirof qilmasada, bu ayolni zinokor, zino qildi deb tuhmat qilish eng katta gunohlar silsilasiga kiradi. Ya'ni Allohga shirk keltirish, odam o'ldirish, Allohga dushman bo'lish kabi katta gunohlar safida turadi. Bu haqida Alloh taolo marhamat qiladiki, Nur surasi 4-oyat. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Nomusli ayollarni zinoda ayblab, keyin shu gapiga 4ta guvoh keltirmagan kishilarga 80 qamchi uringlar. Va ularning guvohligini hech qachon qabul qilmang. Ular yo'ldan chiqqan fosiqlardir. E'tibor bergan bo'lsangiz, yuqoridagi jinoyatlarga qo'l urganlarga moddiy jazo tayinlamadi Robbimiz. Biroq nomusli ayollarni guvohlari bo'lmasa-da, u zino qildi, ya'ni aynan zinoni ustida ushlab, holatga guvoh bo'lib, shu jarayonni ko'z bilan ko'rgan 4ta guvoh bo'lmasa-da, bu zinokordir deb tuhmat qilganlarda 80 darra urilishligi va ularni abadul abad aslo boshqa ularning aytgan gapi, keltirgan guvohliklari qabul qilinmasligini aytyapti. Va ta'kidlab, ular fosiqlardir deyapti. Mana shunday yovuz, behayolarcha, axloqsizlarcha mana shunday ishga qo'l urayotgan nomusli, iffatli ayollarni zinokor deb mana shu ishda davom etayotgan insonlar qalbi nurdan mosuvo bo'lib, qop-qora bo'lib, haqiqatdan uzoqlashib ketadi. Uni rujulati yo'qoladi. Agar erkak shu ishni qilayotgan bo'lsa, uni rujulati yo'q. Jamiyatda obro'si, hurmati ham to'kiladi. U insonni hech kim gapiga ishonmaydi qayta. Zero Alloh taolo shunga buyuryapti. Bu ishning oqibatida bir oilaning sharafi buziladi. Nikohlar buziladi, farzandlarga zarar yetadi, bolalarni hayotiga dog' tushadi. Bolalar bir umr keyin ota-onasidan shubhada yashaydi. Bu jinoyatning yomon oqibati faqat bir ayolga emas, oilasiga, ota-onasiga, qavm-qarindoshiga, farzandlariga, kelajakka, jamiyatga ta'sir o'tkazadi.
Buning oqibati mana jamiyatda tuhmat va fitna tarqalib ketadi. Adolatsizlik kuchayadi. Kim xohlasa xohlagan insonni bu fohisha deb ketaveradi. Insoniyatni axloqi buziladi. Tuhmat, zo'ravonlik ko'payib ketadi. Alloh saqlasin. Keyingisi odam o'ldirish, insonni joniga qasd qilish. Moyda surasi 32-oyat va Furqon surasi 68-oyatda Alloh taolo bu haqida bayon qiladiki, estağfirullah. Min ajli zalika katabna ala bani Isroil أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. O'zidan avvalgi oyatlar bilan bog'lab Alloh taolo marhamat qiladiki, shuning uchun biz Banu Isroilga shuni yozdik deyapti va mana shu yozgan narsasini nusxa qilib, nasx qilib Qur'oni Karimda ham aynan keltiryaptiki, kimda kim, kimda kim bir odamni o'ldirmagan, ya'ni begunoh bir insonni yer yuzida bir buzg'unchilik qilmagan, ya'ni qatl qilinishlikka mana shu qatl jazosiga munosib bo'ladigan bir ishni qilmagan biron bir insonni o'ldirsa, go'yoki u barcha insonlarni o'ldirgan bo'ladi. Kimki bir insonni hayotini qutqarib qolsa, go'yo u barcha insoniyatni hayotini saqlab qolgandek bo'ladi deyapti. Qarang, bir insonni nohaq o'ldirish butun insoniyatni o'ldirgandek gunohga botadi deyapti. Bir insonni hayotini, begunoh bir insonni hayotini saqlab qolish butun insoniyatni hayotini saqlab qolish, o'limdan asrab qolishdek bo'ladi deyapti Alloh taolo. Nima uchun bunday e, ulkan, ya'ni insonni hayotini saqlab qolsa ulkan mukofot, bir insonni joniga qasd qilsa katta azob va shunday bir tahdid aytyapti. Chunki insonning joni daxlsizdir. Insonning jonini Alloh taolo harom degan. Harom degani hozir kelgusi oyatdan keyin bu haqda biroz to'xtalamiz. Endi Furqon surasining 68dan 70-oyatgacha o'qiymiz. A'udhu billah. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. O'zidan avvalgi oyatlarning mazmuni bilan biroz bog'lab ketaman. Allohning sevimli bandalari qanday bo'lishi kerak? Allohni Robbim deb, Allohni meni yaratgan Robbim, unga ibodat qilaman deydigan xudojo'y insonlar qanday yashash kerakligi va ularga tavsiya va taqiqlarni bayon qilayotib aytadiki, ular Allohga qo'shib boshqa uydirilgan ilohga duo qilmaydi. Olloh o'ldirishni, Olloh harom qilgan jonni, qarang, Olloh harom qilgan jonni nohaq o'ldirmaydi va zino qilmaydi. Kim bu ishni qilsa, aniq uqubatga yo'liqadi. Yudha'af lahul azab yawmal qiyamah va yakhlud fihi muhana. Qiyomat kuni unga 2 barobar azob beriladi. Azobda xorlanib, o'limsiz, ya'ni mangu qoladi. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Kimki tavba qilsa, iymon keltirsa va manfaatli, foydali ishlarni amalga oshirsa, ya'ni to'g'ri yashasa, Alloh ularning yomonliklarini yaxshiliklarga almashtirib qo'yadi. Alloh kechirimli va mehribondir. 17-suraning 33-oyati. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Alloh harom qilgan jonni nohaq o'ldirmang dedi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, so'nggi 2 oyatda Alloh harom qilgan jonni deyapti. Inson jonini Alloh harom deb atadi. Harom so'zini bitta ma'nosi taqiqlangan bo'lsa, ikkinchi ma'nosi, bir ma'nosi muqaddas degan. Demak, Alloh bir begunohning jonini muqaddasdir degan. Uni o'ldirishni esa qattiq taqiqlagan. Xuddiki Ka'bani Alloh nima dedi? Al-Masjid al-Harom dedi.
harom bo'lgan masjid dedi. Ya'ni muqaddas masjid dedi. Allohning bayti muqaddasdir, haromdir. Bir begunoh insonning jonini o'zining Ka'basi, bayti bo'lgan Masjidul Haromga teng qilyapti muqaddasligini. Alloh harom qilgan jon. Begunoh jon u muqaddas. U mutlaqo daxlsizdir. Insonning joni ham xuddi nima? Mavqei haromdir, muqaddasdir. Shuning uchun Alloh taolo bir begunohni o'limiga sabab bo'lgan yoki bir aynan o'zi o'ldirgan insonni eng katta, eng qattiq va katta jinoyatga qo'l urganlar sirasiga qo'shyapti. Nimaga ma'lum? Bu qotillikning yomon oqibatlari nimaga ma'lum? Qotilni hayoti barbod bo'ladi, qalbi zulmatga to'ladi, hayot ma'nosi yo'qoladi endi. Albatta, jazo muqarrar, jazoga, azobga duchor bo'ladi. O'zining hayoti barbod bo'lishi yo'lida tursin, oilalari buziladi. Maqtulni, o'lib ketgan insonni oilasi, farzand, aka-uka, bola-chaqasi va o'zini qotilning ham oilasi parokanda bo'ladi. Farzandlar yetim qoladi. Adolatsizlik kuchayib, o'rtada yana nafrat, adovat urug'i unib chiqishni boshlaydi. Buning oqibatida mana jamiyatda qon to'kilishi, fitna, fasod avj oladi, tarqaladi, tinchlik yo'qoladi. Shuning uchun ham Alloh taolo juda ko'p joyda ta'kidlab insonni joniga qasd qilishni qattiq qoralagan va tahdid qilgan. Bu ogohlantirib qo'ygan. Bu eng katta gunohlardan biri hisoblanadi. Bir insonni so'zlari bor edi, bir misralari bor edi. Mazmunini aytib o'tay. O'zi esimda yo'q, muallif ham esimda yo'q, misralarni nazmi ham esimda yo'q. Bir insonni qalbini vayron qilishing go'yo Ka'bani 1000 marta buzgandek yomon bo'ladi. Bir insonni, ya'ni qalbiga farovonlik, a, qalbiga bir g'urur baxsh etishing go'yo nima? Allohning uyini obod qilgandek bo'ladi degan so'zlar bejiz emas. Chunki Alloh begunoh bir insonning jonini ana shunday harom degan, daxlsiz degan va muqaddas degan. Keyingi gunohi kabirali bu yetimni molini yeyish. Niso surasi 2, 6, 10 oyatlarda Robbimiz shunday marhamat qiladi. Estağfirullah. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Yetuklik chog'iga kirganda yetimlarning mulklarini o'zlariga topshirib qo'ying. Pokni nopokka almashtirmang. Mulkini o'z mulkingizga qo'shib yemang, chunki u gunohdir. Innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara va sayaslawna sa'ira. Azizki, yetimlarning mol-mulkini nohaq yeb ketayotganlar qornlarini olovga to'ldirayotgan bo'ladi. Ular yaqinda alangali otga tashlanadi. Nima uchun bu yerda pokni nopokka almashtiring dedi? Insonni o'z ishlab topgan, mehnat qilib topgan yoki boshqa yo'llar bilan, halol yo'llar bilan, to'g'ri yo'llar bilan erishgan mulki o'zini pok mulki, o'zini rizqi. Yetimning moli ham yetim uchun halol, lekin yetimning molini qo'shib yeyishlik o'zini molini ham haromga aralashtirib, bulg'ab, oqibatda bu yegan narsasi, sarflagan narsasi yuqmasligini, buni shu pulni yesa foyda emas, faqat mana shu ichki organizmlarga olov yutgandek bir joyni teshib chiqishiga, yo shunaqa bir davosiz dardga uchrashiga, hayotida balki uy qursa uyi yonib ketishi mumkin, tijorat qilsa parokanda bo'lishi mumkin. Ya'ni nimagaki sarflasa, buning ustidan chiqa olmasligini Alloh ogohlantirib qo'yyapti. Yetimni molini tortib olish hech qachon muvaffaqiyatga erishtirmaydi. Eng katta gunoh bu. 20 dan ortiq joyda Alloh taolo marhamat qilgan, ya'ni yetimlarni qaramog'iga olish, yaxshilik qilish, ularga yomon gapirmaslik,
Hatto shaxsan janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ziga ta'kidlab Alloh taolo oyatlar nozil qilgan. "Ammal yatima fala taqhar" deydi. Yetimni jerkimang deydi. Ma'lum, buning yomon oqibatlari ma'lum. Yetimni moliga ko'z olaytirgan insonning bag'ri tosh bo'ladi. Bag'ri tosh insondan boshqa inson unga ish qilmaydi. Yegani otash bo'ladi, ya'ni muammo bo'ladi. Haromxo'rga aylanadi. U yutmaydi. Alloh nazdida u zolim, fosiq deb hisoblanadi. Butun hayoti zulmatga to'la, zulmga to'la. Baxt, ro'shnolik ko'rmaydi u inson. Yetimlarda huquqi poymol bo'ladi va oilalarda adolatsizlikka duch keladi. Buning oqibati bu jamiyatga ham katta zarar. Adolatsizlik tarqaladi, faqirlik, fitna kuchayadi, ishonchsizlik, nafrat kuchayadi. Jamiyatda bu yoshlar, yetimlar adolatdan umid qilmaydi, umid kesiladi, noumid bo'ladi. O'zi yashab turgan jamiyatdan, insoniyatdan hafsalasi pir bo'ladi. Alloh saqlasin. Keyingi katta gunohlar bu savdo-sotiqda yoki bir mol-mulk, tovar almashuvdagi rozidan yoki o'lchovdan urib qolish. Bu haqida Alloh Mutaffifin surasi 1, 3, Isro surasi 17, ya'ni Isro surasining 35-oyatida marhamat qiladiki: "Estaizu billah. Vaylul lil mutaffifin allazina idza iktalu alan nasi yastawfun va idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun fala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun." O'lchovdan urib qiluvchilarning holiga voy bo'lsin. Ular insonlardan narsa o'lchab olayotganida to'liq qilib olishni talab qiladilar-u, o'zlari insonlarga o'lchab yoki tortib berayotganida kamaytirib beradi, urib qoladi. Ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim. Nahotki, nahotki ular qayta tirilishini o'ylamasalar, li yawmin azim, buyuk bir kun uchun qayta tirilishini nahot o'ylamasalar deyapti. Isro surasining 35-oyatida: "A'udhu billah va awful kayla idza kiltum wa zinu bil qistosil mustaqim zalika khayrun va ahsanu ta'wila." O'lchab berganingizda to'liq o'lchab bering va to'g'ri o'lcham bilan, to'g'ri tarozi bilan torting. Bunday qilishingiz eng yaxshi va eng chiroyli yechim, ta'vildir. Ma'lum, qaysiki bir inson bo'lib ham o'zini mo'min, musulmonman degan inson, Allohga ishonaman, janob Rasulullohga, Muhammad alayhissalomni payg'ambar deb e'tirof qilaman, qabul qilaman, dinim islom deyotgan bir inson hech qachon birovning molini yemaslik kerak. Tarozidan, o'lchovdan aslo urmaslik kerak. Bu arzimas deb qaraladigan gunoh emas, eng katta gunohlardan biri. Alloh buni alohida mana shu mutaffifin deb nom qo'ydi. Mutaffifin deyiladi ular, mutaffif deyiladi. Qattiq taqiqlagan. Bu ishga agar qo'l uradigan bo'lsa, u insonning tamom bu insoniyligi o'ladi. Insonlarning ishonchi barbod bo'ladi. Kasbi haromga aylanadi. Oxiratidan mahrum bo'ladi. Alloh nazdida u inson fosiq bo'ladi. Bu ish bilan mashg'ul bo'lgan insonning bolalari undan nima bo'ladi? Ibrat oladi, yomon dars bo'ladi. Alloh saqlasin, bir haromini yetishtirishlikka. Haromi deganda zinodan tug'ilgan deb tushunmanglar. Haromi degani Olloh taqiqlagan bir ishni kasb qilgan, doim Olloh taqiqlagan, harom qilgan ishni qiladigan yoki Olloh harom qilgan narsalarni, taqiqlagan narsalarni iste'mol qiladigan insonlarga haromi deyiladi. Bu narsa bu insonning oilasiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Oilada halollik, poklik ruhiyat so'nadi, yo'q bo'ladi. U inson farzandlarining ham kelajagiga bolta urgan bo'ladi. Adolatsizlik bo'ladi. Nafaqat bu oilada, jamiyatda shunaqa ishonchsizlik, adolatsizlik tarqaladi. Iqtisod buziladi, nizom, tartib buziladi.
Xohlagan inson xohlaganini qilaveradigan bo'lsa, bu insoniyatda birlik, ahillik, ishonch, halollik, poklik, bu vijdon yo'q bo'lib ketadi. Inson o'zligini yo'qotadi, barbod bo'ladi. Inson degan nomga dog' tushadi mana shu katta gunohlar sababli. Qaysiki bir jamiyatda mana shu katta gunohlar sodir bo'layotgan bo'lsa, bunga hech kim qarshilik qilmayotgan bo'lsa, oldi olinmayotgan bo'lsa, bu jamiyat yuksalishi qiyin. Ahil, inoq, do'st, bir yoqadan bosh chiqarib yashashi qiyin. Oldinga qo'ygan yuksak, ulug' maqsadlariga erisholmaydi. Aksincha, bunaqa jamiyatga tashqi dushmanni ham keragi qolmaydi. O'zi bilan o'zi urushib yuraveradi. Nimaga? Biri tarozidan uradi, biri yetimni molini yeydi, biri odam o'ldiradi, biri o'g'irlik qiladi, biri haromxo'r, biri hamma bir-biridan nafrat qiladi. Bir-biriga ishonmaydi. Bir-biriga ishonmagandan keyin bir-birini hurmat qilmaydi, sevmaydi. Sevmagandan keyin uni himoya qilmaydi. Bir inson qachon bir insonni himoya qiladi? Qachon oilasini, qachon bir jamiyatni, qo'shnisini, yurtini himoya qiladi? Yurtini, oilasini sevsa. Sevmagandan keyin himoya qilmaydi. Alloh saqlasin, yurtga bir tashqi bir dushman bostirib keladigan bo'lsa yoki ichki dushman, sotqin bir ichki dushman nizo qilayotgan bo'lsa, ichib bo'lmaydi. Ha, o'lib ketsin o'zi, haromxo'r deydi. O'zi undan bettar bo'lishi mumkin. G'am chekmaydi, yurti, vatan yo'q. Bu narsalar, bunaqa tuyg'u, bu insoniy fazilatlar o'lib ketadi bunday insonlarda, haromxo'r insonlarda. Bunaqa jamiyat agar oldi olinmaydigan bo'lsa. Ko'rib turib, bilib turib ham birov gapirmasa, jamiyat buziladi, tartib yo'qoladi. Keyingi katta jinoyat bu ham nafaqat inson bilan Allohning o'rtasidagi jinoyat, balki insonlarga nisbatan qilinayotgan jinoyat ham. Jamiyatni buzilishiga, tartib, nizom buzilishiga, ishonchsizlik va o'zaro mehr-muhabbat, adolat yo'qolishiga sabab bo'ladigan jinoyat bu o'g'irlik. Alloh taolo Moida surasi 38-oyatda marhamat qiladiki: "Astag'izu billah was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minalloh vallohu azizun hakim." O'g'irlik qiluvchi erkakni ham, ayolni ham qo'llarini kesing. Bu ularga o'z qilmishlarining jazosi bo'lishi va Alloh tarafidan ularni boshqalarga bir ibratli olam qilish uchundir. Alloh g'olibdir, to'g'ri qaror beruvchidir. Islomda insonning joni muqaddas, moli esa daxlsiz hisoblanadi. Shuning uchun ham o'g'irlik eng katta gunohlar sirasiga kiradi. O'g'ri birgina jinoyati orqali nafaqat bitta insonga zarar keltiradi, balki uning ayoli, bolalari, qaramog'idagi yordamga muhtoj insonlarga ham birdek zarar keltirgan bo'ladi. Ya'ni bir insonning moliga tajovuz qilib o'g'irlik qildimi, uni shu pulni ishlab, topib, saqlayotgan insonni o'ziga emas, bu inson endi shu yo'qotgan pul bilan yo'qolmaganda oilasini boqish kerakmidi, kimlargadir yaxshilik qilish kerakmidi yoki qandaydir bemori bormi, boshqami, ya'ni bir insonga emas. Bu jinoyat umumiy bir jamiyatga nisbatan qilingan jinoyat hisoblanadi. Shuning uchun ham ibrati olam bo'lsin deb Alloh taolo bu insonlarga bu jinoyatga jazo muqarrar qildirib belgilab qo'ygan. Ayrim gunohi kabiralarga mana xabaringiz bor. Shirk amaliga dunyoda Alloh taolo bir moddiy, jismoniy jazo tayinlamagan. Lekin mana shu o'g'irlik uchun va yana yuqorida ham aytdik, ana shu ayrim sanoqli jinoyatlargagina Alloh taolo mana shunday jazo belgilagan. Bu demak, bu narsa, bu jinoyatni, bu gunohni qilayotgan inson faqat Allohga nisbatan emas, yurtga, insoniyatga, mahalla-ko'y bir jamiyatga ziyon keltirayotgan va ularga nisbatan ham jinoyat qilayotgan bo'ladi. Shuning uchun ham bularga jismoniy, moddiy jazo tayinlangan. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'g'irlikligi fosh bo'lib, yana o'g'irlik qilib yuraveradigan insonning yuzida nur qolmaydi. Yuzsiz bo'lib ketadi. Qalbi qorayib ketadi.
Insonlar hazar qilishni boshlaydi. Hech kim unga ishonmaydi, hurmat qolmaydi. Dunyoda ham, oxiratda ham jazosini oladi. Inson o'zini mo'minman desin, musulmon bo'lsin, lekin maslahatdan, hidoyatdan bebahra bo'ladi u. Haromi degan nom oladi, chunki bu ishlar islomda harom qilingan. Harom yo'llar bilan hayot kechiradigan odamlarga haromi, haromxo'r deyiladi. O'g'rini oilasini ham o'zini oilasini nomiga ham dog' tushiradi, bulg'aydi. El yurti umuman u oilani hurmat qolmaydi. Obro'si bir tiyin bo'ladi, bolalari jamiyat orasida mulzam bo'ladi, oilasida baraka yo'qoladi. Jamiyatda nima bo'ladi? Jamiyatga yomon ta'siri ham shu. Insonlarda ishonchsizlik paydo bo'ladi. Adolatsizlik tarqaladi. Nizom buziladi, iqtisod tur yetkazadi. Tavba qilib, yetkazilgan zararni bartaraf qiladigan bo'lsa, Alloh kechiradi lekin. Bunda shaxsiy hayoti mana to'g'ri, adolatli bo'ladi, oilasini mustahkam bo'ladi, obro'si, sha'ni saqlanadi. Hamma narsa tom tersiga aylanadi. O'zini oilasida ham, xalqi ichida ham tinch yashaydi, hurmat qozonadi. Halol pok inson degan nom aylanadi. Bo'lmasam butun umr u insonda haromi, haromxo'r degan nom qoladi, o'zidan nom qoldiradi. U insonni hayoti tamom, mazmun, mohiyat tugaydi o'g'rining hayotida. Alloh saqlasin. Bu narsalar, bu yomon oqibatlar insonni dunyoda oladigan jazosi. Ayrim insonlarga bu dunyodagi bu rujulati ketishi, obro'sizligi, sharmanda bo'lishi, xorzor bo'lishi, inson o'g'rini masalan insonlar qo'ni-qo'shnisi, el-yurtini umuman bir tiyinga olmasligiga balki e'tibor bermas, lekin Allohning beradigan jazosi bo'ladi. Bu dunyodagi bu jazo ma'naviy, ruhiy uni ezilishligi, qilmishiga yarasha jazolanishligi, xorlanishi bu hech narsa emas. Mangu va abadiy hayotda so'nggi pushaymonligi o'ziga foyda bermaydi. Alloh asrasin. Keyingi katta gunohlardan biri islom ahkomlarida Alloh belgilab qo'ygan chegaralarni buzish. Bu haqida Niso surasi 14-oyatda Robbimiz shunday marhamat qiladi. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Kimki Alloh va rasuliga, uning risolatga qarshi chiqsa va uning chegaralarini, hududini buzsa, uni o'tga kirgizamiz. Unda o'limsiz mangu qoladi va unga xorlovchi azob bo'ladi, deyapti. Alloh va rasuliga osiy bo'lish, Allohning chegarasini buzish ham eng katta kabira, gunoh kabirlardan biri. Hozirda ayrim qo'shtirnoq ichidagi ahli ilmlar tarafidan ham afsus bilan aytaman, Allohning chegaralarini buzish sodir etilyapti. Bunga misollar keltirish mumkin. Hozirgi muborak Ramazon oyiga oid masalalar. Nima? Odatiy ayollarga garchi ularni toqati yetsa ham va qiylanmasalar ham, ro'za tutsa qiylanmasalar ham ularga ro'za tutishni harom deyishyapti. Alloh buyurgan ibodatni ayrim qo'shtirnoq ichidagi mullakalar harom deyapti. Alloh buyuryapti, bular harom deyapti-ya. Tasavvur qilish qiyin. Allohning chegarasini buzish yo tursin. Tushuntirib olyapmanmi? Alloh buni buyuryapti. Ular bu ishni qilsang gunohkor bo'lasan deb harom deyapti. O'zini Allohning o'rniga qo'yyapti. Yoki boshqa misol. Alloh Qur'onda alohida Taloq surasini nozil qilgan. Undan tashqari Baqara surasi va boshqa bir nechta ko'plab suralarning oyatlarida taloqni hukmini, jarayonini qanday qilish kerak, qachon ajrashish mumkin, qachon mumkin emas, jarayon qanday bo'ladi, butun tafsilotlar bilan bayon qilib bergan bo'lsa, bilib turib ham bir lafzda aytilgan 3 taloqni ham, mastligida aytilgan 3 taloqni ham, bilmasdan aytilgan 3 taloqni ham, hazillashib aytilgan 3 taloqni ham
Uyqusirab aytgan uchtaloni ham uchtaloq bo'ladi deb turib, oilalarni buzishga, jamiyatdagi bu global muammolarni oldini olish o'rniga muammolarni yanayam rivoj olishga sababchi bo'lyapti. Yoki boshqa masalan mavzu. Alloh harom qilmagan narsani harom deyishyapti. Harom qilgan narsani halol deyishyapti. Juda achinarli holat. Bu shunchaki aytib qo'yiladigan mavzu emas. Allohning chegaralarini buzishi eng katta jinoyat. Alloh nima deyapti? Yudkhilhu naron. Jahannamga kirgizadi uni, jahannamga tiqadi Alloh uni. To'g'ridan to'g'ri, tamom. Alloh so'zidan qaytmaydi. Xolidan fiha. Jahannamda abadiy qoladi u inson. O'zini mo'minman deydimi, musulmonman deydimi, so'fiman deydimi, muridman deydimi, murshidman deydimi, pir komilman deydimi, Allohning chegarasiga qarshi hukm bersa, jahannamlik u. Valahu azabun muhin. Uni azob xor qiladi, xor. Rangi xor bo'lib yashaydi. Allohning dushmaniga aylanadi. Alloh va rasuliga xiyonat qilgan bo'ladi, sotqin bo'ladi u. Dinini sotgan bo'ladi. Insonlar Robbini taniy, halol yashay, pok yashay, adolatli, tinch, osuda bir baxtli hayot kechiray deb haqni izlasa-yu, ayrim bu qo'sh tirnoq ichidagi ahli ilmlar buni ziddini qiladi. Alloh yo'l bergan narsani yo'l yo'q deydi, buyurgan narsani ular taqiqlab qo'yadi. Umuman islomda bo'lmagan narsalarni islom nomidan deb turaveradi. Bunaqa insonlarda iymoni zaiflashi, iymon bo'lmashi ham mumkin. Amallari zoye bo'ladi. Umuman bu haqdan, haqiqatdan uzoqlashadi u inson. Hidoyatdan bebahra ular. Oxiratdagi azobi aniq ularni. Alloh aytib qo'ydi. Bularni dastidan sof islom nomiga dog' tushadi. Ularni islomga bo'lgan ishonchiga putur yetadi. Ko'plab odamlarni gunohkor bo'lishiga bular sababchi bo'lib qoladi. Qolganlarni ham gunohini o'zini bo'yniga, yelkasiga yuklab, mahsharda sharmanda bo'ladi. Nima deymiz unaqa insonlarga? Alloh agar o'zlari tavba qilmasa, Alloh xor qilsin deymiz. Nima deymiz? Alloh men ularni xor qilaman, jahannamda xorlayman degandan keyin biz unga qarshi chiqolmaymiz. Betar bo'lsin tavba qilmasa deymiz. Alloh nomidan, Rasulullohning nomidan gapirayotganda ehtiyot bo'lish kerak. Bu eng katta ma'naviy jinoyat. Jamiyatga ham ta'sir qiladi. Hamma o'zicha kallasiga nima kelsa har bir ahli ilm gapiraversa, bitta yagona manbada birlashmaydigan bo'lsa, turli uydirma hikoyatlar, hatto umuman rivoyati bo'lmasa ham bu halol, bu harom deb to'qursa, kimga ishonadi undan? Ixtilof shundan paydo bo'ladi. Parokandalik, birlikni yo'qolishi, ahillikni yo'qolishi, dinga ishonch, dinga hurmat, ahli ilmlarga hurmat shu bilan yo'qoladi. Nima bo'ldi mana Andijonda? Eng ko'zga ko'ringan ikkita masjidda, ikkita juma masjidi 5 minglab, balki 10 minglab katta manasa diniy marosimlarda yoki jumada yoki Ramazon Qurbon bayramida 10 minglagan inson yig'iladigan masjidlar. Ikkalasi yonma-yon, o'rtasida 1 kilometr ham masofa yo'q. Ahvoli nima bo'ldi? Xor bo'ldi. Yo'q bo'ldi. Parokanda bo'ldi. Yaqin o'zimizni shahrimizdagi mana holatda guvoh bo'lib turibman. Chunki keyingi gunohi kabira. Hozirgi mavzu bilan yonma-yon keltirdim. Nima bu? O'zini gapini Allohning nomidan deb gapirish. Ya'ni Alloh aytmagan narsani aytish, demagan narsani deyish, buyurmagan narsasini buyurish, taqiqlamagan narsasini Alloh taqiqlagan deb fatvo berish. Hud surasining 18-oyatida Alloh taolo marhamat qiladi. Astagfirullah. Wa man azlamu mimman iftara ala Allohi kaziban ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhad ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullah ala la'natullohi ala zolimin. Alloh nomidan yolg'on to'qigan odamdan ham bettar zolimroq biri bormi?
Bunday kishilar yaratgan Robbi hukmiga chiqarilib, xo'p, guvohlar ular haqida o'zlarini Robbi nomidan yolg'on to'qigan mana shularmi deydi. Bilib qo'ying, ogoh bo'ling, unday zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin dedi Alloh. Ala la'natullohi ala zolimin. Ogoh bo'ling. Bunaqangi zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Kim u zolimlar? Alloh aytmagan narsasini aytaversa, Allohning dinida yo'q narsani bu dindan, bu islomdan, buni qilsang savob, buni qilsang qop-qop savob, buni qilsang falon gunohing kechiriladi. Dengizlar ko'pigacha bo'lsa ham yuviladi. Quvur, to'qur Alloh nomidan yolg'on gapirgan insondan ham yomon zolim eri bormi deyapti. Yo'q. Eng zolim inson shu. Alloh nomidan yolg'on gapirish. Eng katta xiyonat, sotqinlik shu. Allohga xiyonat, uning kitobiga xiyonat, diniga xiyonat. Sotqin bu. Allohning dushmanidan, Allohning dinini ummatni bu parokanda qilib parchalay deydigan mana shu maqsadda yashayotgan insondan boshqasi bu ishga qo'l urmaydi. Qanaqa insonlar bu Alloh nomidan yolg'on gapiradi? Ularning maqsadi nima? Alloh bayon qilyapti keyingi oyat. Allazina yasudduna an sabilillah va yabghunaha 'iwaja va hum bil akhirati hum kafirun. Ular Allohning yo'lidan to'sadi. Allohning yo'lini buzishga, o'zgartirishga urinadigan kishilar bular. Ular oxiratga ishonmaydi, ular kofirlar deyapti. O'zini kim deb tanitishidan qat'iy nazar, mavqei, maqomi Alloh nomidan, dindan gapirayotganda Olloh gapirmagan, Olloh yubormagan, Allohning kitobida bo'lmagan narsadan gapiryaptimi? U zolim u. Demak, bunday insonlarning maqsadi yasudduna an sabilillah, Allohning yo'lidan to'sish bo'ladi. Allohning dinini buzish bo'ladi. Ular 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 Allohga, Allohni kitobini, dinini inkorchilari ular. Maqsadlari shu. Insonlar Allohning diniga kirsin emas ularning maqsadi. Dindorlar ko'paysin emas. Ular o'zlari to'qigan uydirma dinning dindorlari ko'payishini xohlaydi. Allohning asl dini qardalar ortida qolib ketsin. Maqsadlari shu ular. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Yudha'af lahumul azab wa ma kanu yastati'una as-sam' wa ma kanu yubsirun. Ular yer yuzini ojiz qoldira olmaydi. Ular g'olib bo'la olmaydi. Allohni ularda hech qanday do'stlik rishtasi bo'lmaydi. O'zini avliyoman desa ham, lekin Alloh nomidan yolg'on gapiryaptimi? Bu Allohning dushmani u. Hech qanday uni Alloh bilan aloqasi yo'q. Ularga azob orttirib beriladi. Ular quloq solishga toqat yetmaydi. Ular ko'ra olmaydi. Bu insonlarning qalbi ko'r, qulog'i muhrlanib qoladi. Bu ishni kasb qilgan insonlar. Haqni gapirsangiz, haqni ko'rsatsangiz, ko'rishdan ojiz. Haqni gapirsangiz, eshitishdan ojiz. Qalbi, ko'zi, qulog'i muhrlangan ular. Hozir ham mana ayrim O'zbekiston ichidagi mullakalar, xalq orasida nomi chiqqan, hatto o'zlarini pir, muftiy, katta domla deb ataydigan odamlar islomda umuman yo'q bo'lgan amallarni islom nomidan deb, Alloh nomidan deb xalqqa targ'ib qilyapti. Bunga yaqqol misol qarang. Hozirgi amaldagi muftiyimiz Shayx Nuriddin domla buni aytib chiqdi. Undan avvalgi muftiylar ham aytgan ekan. Yo O'zbekiston Respublikasini muftiysi aytib tursa ham, Qur'onda, sunnatda bo'lmasa ham nima deyapti? Mana shu O'zbekistonda hududida yashab baralla nima deyapti? Islomda yo'q bo'lgan narsani targ'ib qilyapti. Bu islomdan deyapti.
Buni qilsa buncha savob bo'ladi. Buni qilsa Alloh buni shuncha qiladi deb Alloh nomidan yolg'on to'ngayapti. Nima bu? Misol, mana ta'ziya bo'lgan xonadonlarda 3 qilish, 7 qilish, ma'raka qilish, 21, 40, 50 yili kabi bunaqa diniy marosimlar o'tkazishga majburlash holatiga ham uchrayapti. Aslida o'qib, amal qilinsin deb nozil qilingan kitobni tushunmasdan o'qisa falon ish yurishib ketadi, farzlardan xalos bo'lib ketadi kabi yolg'onlar bilan musulmon xalqni ma'naviyati bilan o'ynashyapti. Alloh nomidan, Allohning dini nomidan yolg'on gapirishlari bu islomdagi asosiy va muhim vazifalar. Insonni o'z ixtiyoridagi amallarni majbur qilib targ'ib qilishi. Mana shu misol shular. Hozirgacha tinib tinchmayapti. O'rganib qolgan ekanda inson huyidan, haligi xulqidan voz kechish qiyin shekilli. Uzoq yillar mobaynida qayerda o'lim bo'lsa, bu vafot etgan inson bu yoki ta'zia bo'lgan xonadon bu halol kasb qiladimi, harommi bu, zolimmi, qotilmi, fosiqmi, kim bu, dinidan, millati, irqidan qat'iy nazar kirib, uchi kirib ana shu yerda to'rida, ma'rakasida to'rida, 21, 40, 50, endi u 40 bilan 20 ni qo'yaverasiz. Islomda yo'q bu narsalar. Bunaqa marosim yo'q. Alloh va Rasul buyurmagan, qilmagan. Janob Rasulullohni mana shunday tirik hayotida, tirik Qur'onni ko'rib yashagan sahobalar birortasi bu ishni qilmagan. Lekin Allohning nomidan yolg'on to'qiydigan ayrim mana shunaqa ahli ilmlar, Qo'shtirnoq ichidagi mullakalar Alloh nomidan yolg'on gapirishyapti. Din to'qiyapti. Mana uydirilgan din. Mana uydirilgan din. Ta'ziya bo'lgan xonadon o'zi balki boshqalarni qo'ni-qo'shni, qarindoshini yoki jamiyatda yordamga muhtojdir. Bu bunaqalar chiqib, hozir alhamdulillah u ancha-muncha bunaqa bid'atchilar mehroblarida qolmadi. Hozirgi yoshlar ancha zehnlik, fahm farosatlik, e, nima deydi, Alloh va Rasulidan gapirayotganda ehtiyotkorroq bo'ladigan yoshlar bo'lyapti. Avvallari bemalol edi, xohlagan gapiraveradi. Hozir mehrobda ham yo'q. Lekin to'rlarga chiqib olib, yana shu bid'atga, xurofotga chaqirib yotishibdi. Alloh nomidan gapiryapti. Alloh nima deyapti ularga? Hud surasi 18da nima deydi? 19. Ular kazzob deyapti Alloh ularni, kazzob. Ular mal'un, ular la'nati, ular zolim. Eng bitta oyatni o'zida bularni Alloh taolo nechta yomon nom bilan nomladi. "Va man azlamu" dedi. Eng zolim dedi. "Kazabu ala robbihim" dedi. Yolg'onchi dedi. "La la'natullohi ala zolimin" dedi. La'nati dedi. Keyingi sifati ular Allohning dinini, odamlarni Allohning asl sof dinidan buzuvchilar dedi. Allohning diniga to'sqinlik qiladiganlar. Va dinni buzg'unchilar dedi bular. Eng dahshati hum kafirun dedi 19-oyat. Ular kofirlardir dedi. Ularning Alloh bilan hech qanday aloqasi yo'q. Balki boshida sallasini ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib taralgan, kanalangan, ha, e, soqollarini ko'rishingiz mumkin. Qo'llarida hassasini ko'rishingiz mumkin. Bir tiyin bu. Agar Alloh nomidan, Rasul nomidan yolg'on gapirayotgan bo'lsa, bir tiyin. Hech kim emas u, dinda hech kim emas. Zolim u, fosiq u kazzob, u dinpurush u. Allohning nomidan yolg'on gapirib, yo'q narsalarni uyushtirgizib, ta'zia bo'lgan xonadonlarga kirib olib, lekin tomoq u. Bu inson tavba qilmasa hech kim. Alloh saqlasin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Sog' bo'ling azizlar.